Keyin men ko'p marta aytdim, yemlarimiz hozir 40 kilolikda gap turibdi. Avval bular ham 50 kilolikda gap turadi. Ya'ni hammasi start ham, rost ham, finish ham hammasi 40 kilolikda gap turibdi hozirgi kunda. O't, ina. Shuning uchun bizda kop narxi degan vaqti kopni kilosi chiqariladi va optim narxi. Baribir shu optimdagi narx bo'ladi, faqat shuni kop 40 bo'lsa 40 ga, 50 bo'lsa 50 ga ko'paytirib qo'yamiz. Batafsil ma'lumotlar yana ham kerak bo'lsa, bizning aloqa raqamlarimiz bilan bog'laning. Nima uchun men har safar aloqa raqam deyveraman? Qaranglar, sizga mutaxassis javob berdinichi yoki men kelib shuning oddiy obzor etib javob berganimnichi? Baribir sizga mutaxassisning javobini olsangiz, to'liq o'zingizga kerakli savollar javobini olib bilasiz. Shuning uchun bog'laning yoki Telegramdan yozing. Bog'lanish imkoni bo'lmasa, operator qizlarimiz sizga chiroylatib ma'lumotlarni yetkazib beradi.